aka sizga topshirmoq etaymi? Uylaringda masalan to'rkislarda akangizni ismi Mayda. Keyin ikkinchisini ismi Yanvar. Uchinchisini ise fevral. To'rtinchisi kim? To'rtinchisini ismi nima bo'ladi? Mart. Hı? Mart. O'ylaydi. Yanvar, fevral, may. To'rtinchisini ismi nima bo'ladi? Yanvar, fevral, mart. May. Bunday oilaga qaraydi, bittasi o'g'il bolani ismi, bittasi qiz bolani ismi o'xshab ketadi. To'rttasizlar. To'ralasi ham o'g'il bola. Yanvar masalan o'g'il bolani ismi. Fevral o'g'il bolani ismi. May ham o'g'il bolani ismi. Qaysi nima bo'ladi? Ism bo'ladi. Mart bo'ladi. Mart qiz bolaniki. Nimaga? Mart qiz bolaniki. Nimaga qiz bolaniki? Men Martda tug'ilganman-ku. Nimaga qiz bolaniki? Gaplar. Mart. Videoga olingan ekanmi? Yo'q. Akam hozir oddiy savol bersam ham bilmadi. Endi buni qanaqa bu endi bu taksist bo'ladi endi bu. O'zingiz kimsiz aka? Kiyan deysizmi, Dojda deysizmi? Bu akam endi nima desam ekan endi. O'zining ismini ham bilmaydi. O'zining ismini ham bilmaydi. Mana ko'rlaymi?